Endi qarzdorlarga xabar yuborishni ko'rib chiqamiz. Masalan, o'zimga xabar yuboraman, botimga To'ychi va Maftuna. O'tgan safargi videoga botdan ro'yxatdan o'tdim. Bu raqamim bilan jami to'langan jarimada 300 ming to'lagan ekanman, ijaradan 600 ming qarzim bor ekan. Xabar yuborishni ustiga bosamiz. Xabarni template xullas formati shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Yuborishni ustiga bosadigan bo'lsam, mana botimga xabar bordi. Qarzdorlik haqida xabar. Hurmatli To'ychi va Maftuna, sizning qarzingiz 600 ming so'm. Iltimos, qarzni imkon qadar tezroq to'lang. Ya'ni bu o'ziz shunaqa qilib qo'lda yuborishingiz ham mumkin. Qarzdorlarga xabar yoki hammasini tanlaysiz. Hammasini tanlab yoki bitta talabani ustiga bosadigan bo'lsak, hammasi avtomatik 1420 ta o'quvchi tanlanadi. Mana boshdan ko'rsataman. Qarzlarni boshdan ko'rsataman. Talabani ustiga bosadigan bo'lsangiz, sizga 15 ta talabani tanlab beradi. Keyin barcha filtr qilingan talabalarni tanlash. Mana bu 15 tani yonida mana shu ko'kni bosadigan bo'lsangiz, mana 1420 ta talaba tanlandi. 1420 ta qarzi bor talaba tanlandi. Endi bunga xabar yuborishni ustiga bosamiz. Bu ularni shakli, xabar yuborish shakli. Yuborishni ustiga bosadigan bo'lsak, hamma talabaga o'zini ism familiyasi bilan xabar boradi. Sizning ismingiz shu, iltimos qarzingiz shuncha, iltimos qarzingizni to'lab qo'ying degan. Shunaqa qilib talabalaringizga xabar yuborishingiz mumkin. Endi keyingi videoga talaba bloklashni ko'ramiz.